Assalomu alaykum. 24 bugun iyulning. Ular ko'rayotgan. Hozir ketib qoldi bu azamatga bola. Hozir chiqdi-da ketib qoldi. Bir 2 marta kirdik nega. Dövmaganda o'tirdik 24-iyulda hozir mana. Taksida olib borib qo'ydi. Prosta kimlarni ko'ring demanda o'zimning endi. Bu dunyoning yarimi yo'qib ketmayman. Buralar aql o'rgataman. Meni tushunmasa foydasi yo'q bu. Ular kimlarni olaydi. Aslında rolik iş yapmanda özüm YouTube'da taşımanda. Tak. Bugün 24-2025. Kızağımsa evet. İddiğini Türk dedi o. Garantiye var mı yok mu bilinmez koyun. Türk dedi. Yani Türk dedi ama özüne şanlı ama 119 bin dedi. Gördünüz mü? Ne? Gördünüz mü? Yaş. Değilleri vardı. Burası ketib qoldi bu azamat hozir ketdi bu azamat. Eng arzonini necha eng qimmatini necha bahasini bilaylik og'aylar. 45 ming so'mdan 300 minggacha. Ana azamat, olasama şuraya kelaverasizlar og'aylar. Şuraya kelaverasizlar. Jetdim bu yo'qib ketdim bugün hozir. Men sana aytib turibman, yo'qib ketdim, men tushunmay qoldim. 2 marta shuydim, men odamning xarakterini bilaman, bu ma'ni emas. Prosta o'zimning ishimdagi, o'zimning kasalimda hammangiz bilasizlar. Mana ichimda dushman bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, boshqa. Eng arzon shapkani aytib bering. 42 ming eng arzoni. Ayting eng arzonini ayting. 42 ming? Ha, eng arzoni 42 ming ha? Bu shapka 42 ming bo'lishi mumkin ha? Eng arzoni. Bularni necha so'm bu? Biz endi qiziqamiz turk. 143 ming. Bularni 182 ming. YouTube'ga tashiymanda men prosta nima, ma'ni emas. Sizlarning foydang, mening ziyonim boshqa ma'ni emas. Prosta tashiyman, bir o'zi oddiy gruppadagi odamman. Prosta aytayotibman-da. Tushungan bu dunyoni sotgan bilan mening aytganim to'g'ri bo'lgan bilan birga tushungan. Rolikda YouTube'ga tashiymanda birga foyda bir Allohning elida. Hech kimga tegmayman ham, tedirtmaganman ham. Yaxshi. Bilvay bor, biz qizdiradi. Bugün 2025-yil 24-iyul. Iyul. Baxtaqali qalay, yaxshimisizlar? Olmaso, yaxshimisizlar? Hozir ketib qoldi u. Ketib qoldi. Aytdingiz-ku siz, ketib qoldi u bola. O javob beraman dedi, bitaman dedi, bilmayman, hozir ketib qoldi. Bugun tushundinglarmi? Hammaga haqiqat kerak bu. O'zimdan shurayni. Mana bir oddiy bir endi sog'liqqa so'raymiz-ku sizlar, sog'liq uchun so'raymiz-ku. Biz hammangizdan haqiqatni aytgan bilan Shuhratjon bor, Nasimxon bor, blogerlar. Hammaning aytgani bir odamga to'g'ri kelmaydi ham. Asta men ko'rgan narsamni hozir endi siyosatga aralashdik hozir. Siyosatga aralashdik, oddiy odam bo'lib siyosatga aralashdik. Aralashamiz ham, aralashganman ham. Men qonuniy hakim prezident haqqaniy javob berish kerak. Bizning delalar yo'qolyapti delalar. Her tomonlama hammaga yaxshi. Bo'ladi yaxshi. Bo'ladi, sog'liq sana yig'ik ko'rdingmi? Hammaga haqiqat yoqdimi? Men kasal bo'lib chiqdim men. Azamat chaqirdim-ku, uka.